Assalomu alaykum. Hammamizning xabarda bo'lgandagidek hozir butun dunyo miqyosida koronavirus tahdidi bilan nurg'un maktablar, organlar taqaldi. Ko'pincha kishilar uyda, maktablarmi bilguninglardek o'quvchilar uzoqdan dars olyotidi. Mushu munosabat bilan men bugundan boshlab o'quvchilarimizga Uyg'ur o'quvchilarimizni asos qilgan matematika, fizikani asos qilgan barliq tabiiy fanlarni imkon qadar Uyg'ur tilida dastlabki seviyadan boshlab videolik shaklda o'tmoqchi. Matematika darsini boshlashdan burun dastlabda matematikaga kirish, matematikada zodi nima, u vaqtda qisqacha bir tanishtirish qilib o'tamiz tunji darsimizda. Unda bo'lsa, matematika zodi nima? Mashhur fizika olimi Galileo Galilei shunday degan ekan. Falsafa ko'z oldimizda turgan koinot atliq gigant kitap ichiga qurma-qur yozilgan. Agar bu kitobning ichidagi harflarni va belgilarni o'rganmagan taqdirimizda bu kitobni o'qig'ili va tushungil bo'lmaydi. Bu kitap matematik bilan yozilgan. Bu tilni bilmagan kishi qorong'i bir uyning ichida maqsadsiz u yon bu yoqqa mengib yurgan kishiga o'xshaydi. Matematika grechchadagi mathema degan so'zdan kelib chiqqan bo'lib, uning ma'nosi bilim, o'rganish, dars, o'qish degan ma'nolarni o'z ichiga oladi. Matematikaning o'lchamlik aniqlamasi yo'q. Shundaqdimi matematikani tuvandagidek 3 nuqtaga jag'lashga bo'ladi. Buning birisi shaylar, ya'ni butun koinotdagi mavjudotninki o'lchami, ig'irligi yoki bo'lmasa cho'ng kichikligi, har qanday narsaniki bir ig'irligi bo'ladi. Yoki bo'lmasa uning cho'ng kichikligi bo'ladi, uzunligi, kengligi degandek. Bularning miqdori yoki bo'lmasa o'lchamini. Yana birisiga shaylarninki bo'shliqda egallagan geometriyalik shaklini. Yana birisi shaylarninki to'xtamay o'zgarishini tadqiq qiladigan bir fanni biz matematika desak bo'ladi. Unda bo'lsa, texnikani oddiylashtirib o'rganishimizga oson bo'lsin uchun matematikani oddiylashtirib tushundirsak, matematikani bir og'iz gapga chaqlashga bo'ldi. Matematika sonlar va sonlar o'rtasidagi munosabat desak bo'ladi. Sol tarafda hisoblash mashinasiga qarasak, hisoblash mashinasida davomli shu narsani uchirtamiz. Sonlar 0 dan tortib 9 gacha bo'lgan asos sonlar va qo'shash, elish, ko'paytirish 4 amal belgisi, yana nurg'unlagan matematikalik hisoblashlar belgilarini ko'ramiz. Mushular diqqat qilsanglar har qanday bir matematikalik munosabat shu sonlar bilan o'rtasidagi munosabatdan olqib ketolmaydi. Biz oldin qatim degandagidek mayli bu geometriya bo'lsin, mayli har qanday matematikaning har qanday bir son bo'lsin, mayli murakkab matematika bo'lsin, hammasi sonlardan ayrilib ketolmaydi vallah. Shu sonlar va sonlar o'rtasidagi munosabat qurilgandan keyin buni biz matematika desak bo'ladi. Unda bo'lsa, matematikani nima uchun o'rganamiz? Matematikani o'rganishimizning bir qancha sabablari bor. Buning birinchi sababi Galilei deb o'tgandek, matematika bu koinotning tili. Yuqorisi cho'ngi osmon jismlaridagi koinotdagi qora o'nkirlardan, galaksiyalardan tortib eng kichik atomlargacha va atomlardan kichik bo'lgan zarrachalargacha bo'lgan barliq shayninki harakat qonuniyatlarini faqat va faqat matematikalik til bilan tasvirlab bergan bo'ldi. Shuning uchun shu koinotni olam kitobini o'qiy olishimiz uchun matematikani o'rganmasak bo'lmaydi. Ikkinchi, matematika intayin go'zal. Men o'quvchilarimga dars o'tganda davomli shu matematikaning go'zalligini qor uchqunlari orqali tasvirlab berishni yaxshi ko'raman. Rasmga qaraydigan bo'lsak, qor uchqunlari o'xshamagan, har bir tal qor uchqunlari bir-biriga o'xshamaydi. Mush qor uchqunlarininki shunda chiroyli tuzilgan geometriyalik shaklga qarasak, nima uchun shunday bo'ladi bu? Bu koinotning o'z qonuniyatiningki shu geometriyalik shakl orqali aks etgini bo'ldi. Bu ham emas, yana matematika nayiti ixcham. Uning matematikada intayin sap, matematiklarning sap va aniq. Ortiqcha so'zlar yo'q. Uningda matematikada hargiz ortiq so'z bo'lmaydi. Matematika hargiz odamni aldamaydi. Ya'ni kelib matematika oddiy bir formula bilan murakkab bo'lgan shaylarni, nayit murakkab cho'ng narsalarni ifodalab beradi. Misolga aytsak, cho'ng bo'lgan olamlik tortish kuchi va massa energiya tenglamasini misol qilishga bo'ladi. Qarasak, nayit oddiy bir formula. Bu birisi butkul koinotdagi jismlarning, galaksiyalarninki, yulduzlarninki bir-birini qanday tortadiganligi, olam kemilarininki, hatta boshqarilgan bombaning uchishi, shu mexanikaga oid har qanday narsalar shu olamning tortish kuchi qonunidan qochib ketolmaydi. Shu texcha qo'llanildi matematikada. Massa energiya tenglamasi, Einsteinning massa energiya tenglamasi mashhur bo'lgan bu atom bombasininki nazariya asosi. Uchinchi bo'lib aytgan vaqtida matematika
barliq başqa fanlarninki eng asosiy negizi. Fizika, ximiya, biologiyani demayli qo'yaylik. Bu tabiiy fanlar albatta matematikalik til bilan tasvirlandi. Undan boshqa kompyuter va iqtisod bilimlari uchunmi matematika kam bo'lsa bo'lmaydi. Hozirgi dunyoda masalan hammamiz bilyapmiz kompyuter texnikasi va iqtisod nihoyat muhim o'rinda turyapti. Shunga kompyuterni va bundan keyingi texnika taraqqiyotda masalan sun'iy aql texnikasi, mashina o'rganish degandek yangi texnikalarda matematika asos nihoyat muhim. Undan boshqa matematika bir tabiat bilimi bo'lib qolmasdan balki bu matematika bir san'at. Bu qandoq nima uchun bu san'at deymiz degan vaqtida yaratquchininki san'at asarlarini shu matematikalik til orqali bayon qilib bergani, ko'rsatib bergani, kashf qilgani bo'ldi. Undan boshqa matematika bir tafakkur qilish yo'li, ya'ni bir mantiqlik yo'l degan gap. Sol tarafdagi rasmga qaraydigan bo'lsanglar, resim şeklinde ko'chirib qo'ydim. Bu dunyoni o'zgartgan 17 tal formula deydi. Bu miladi 530-yildan tortib 1990-yillargacha barliqqa kelgan shu formulalar shu hozirgi turmushimiz va texnikaninki mushaqqa kelish uchun asos solgan amaliyot matematikalik asoslari mana shular. 17 tal formula. Buni balkim kelgusida ayrim bir xil video ishlashim mumkin shu 17 xil formula ustida. Davom etaylik. Matematika mantiqlikqa ega. Matematika bizning insonlar o'rgangan, insonlar o'qigan hukmlarni aqliy aqlga muvofiq bo'lgan hukmlar chiqarish orqali aqliy xulosa chiqardi. Ya'ni eng oddiy bo'lgan xususiyatga ega. Mantiqa to'g'ri va sistemalik tafakkur qilishni o'rgatadigan bir fan bo'lganligi uchun matematikani yaxshi o'rgangan odam kundalik turmushida va keyingi hayotida sistemalik fikr qilishni, ratsional fikr qilishni o'rganadi degan gap. Bular shu hozirgidek kompyuter texnikasi taraqqiy qilayotgan bugungi kunda matematika asosining kuchli bo'lishi talab qilindi degan gap. Unda bo'lsa matematikaning o'rganishimizdagi eng oxirgi sabab nima degan vaqtida matematikaninki qo'llanish doirasi intayin keng. Matematika yuqori texnikalarda masalan qora o'nkur, nazariya fizikasi degan, qora o'nkur, yulduzlar va kvantum fizikasi degandek sohalarda qo'llanib qolmasdan masalan qo'llanishchan bo'lgan aqar jismlar fizikasida Anatkin yani jismlarninki eng yaxshi qimmatini tepish, ya'ni buni optimization deydi. Eng yaxshi qimmatini tepish ishlarida, anatkin biz statistikada, o'yanda, iqtisodda, pay cheki bozori qatorliqlarda matematika nihoyat muhim o'rinda turdi. Endi matematikaning chetilish doirasi nihoyat keng, matematikaning tarkiblari nihoyat ko'p. Shunday bo'lsa-mu, yana buni 3 nuqtaga yig'inchoqlab ko'rsatishga bo'ldi. Buning birisi sonlar nazariyasi. Bu sonlar nazariyasida oltin bo'lish, balkim anglagan bo'lishinglar mumkin. Oltin bo'lish nuqtasi, galaksiyalarninki yo'g'ilish shakli, buni biz spiral bir shakl deymiz. Mana shu sonlarni tadqiq qiladi. Sonlarninki eng aqalli sonlardan boshlab haqiqiy sonlargacha va kompleks sonlargacha barliq sonlar to'plamini, sonlar o'rtasidagi munosabatni va sonlarni tadqiq qiladi. Keyin bo'shliq nazariyasi. Bo'shliq nazariyasi asosiy geometriyani, astronometriyani, ya'ni geometriyalik shaklni asos qilgan narsalarni o'z ichiga oladi. Hisoblash nazariyasi. Hisoblash nazariyasi asosan algebralik hisoblashlar va qo'llanishchan matematikani ko'rsatadi. Unda bo'lsa bizga o'rta boshlang'ich maktab bolalariga nisbatan matematika deydigan bir dars asosli 3 tarmoqqa yig'inchoqlangan bo'ldi. Bundan ortib ketolmaydi. Buning birisi algebra, yana birisi geometriya, yana birisi mantiqa. Bu algebra, geometriya, mantiq qismini yaxshi o'rgangan chog'da mayli universitet imtihonlarida bo'lsin, mayli o'rta maktab bolalarining to'liq o'rtaga imtihon berish bo'lsin, yoki bo'lmasa to'liq o'rtaning bolalarininki sizlar bilasizlar Turkiyadagi YÖS imtihonisi yoki boshqa mamlakatlardagi SAT imtihonisi yoki joriy imtihonisi uchun mana shularni asos qilib turib matematikda savol chiqadi. Shunday bo'lganligi uchun bu algebra, geometriya va mantiqni asos qilib turib eng tuvan seviyadan boshlab yuqori seviyagacha, oliy maktab seviyasigacha qarab matematikani aldirmay Uyg'ur tilida tushuntiramiz. Matematika o'rganish nihoyat muhim, ya'ni ta'kidlasak, matematika xuddi bir binoning uliga o'xshaydi. Matematikani yaxshi o'rgansak, andan keyin to'liq o'tirning bolalariga nisbatan universitetga o'tish nisbatimiz yuqori bo'ldi. Universitetga bir shaklda o'tgan taqdirda matematikani yaxshi o'rganmay turib, universitetda yaxshi o'qig'ini bo'lmaydi. Matematika faqat matematika uchunla matematika emas. Matematika ayni vaqtida bir tafakkur yo'li, ratsional
fikir qilishni, mantiqliq, to'g'ri sistemalik fikir qilishni o'rgatadi. Shunda bir odatni yetildirishga foydasi bo'ldi deb. Shuna bo'lganligi uchun hayotimizda keyingi hayotimizda matematikalik tafakkur qilishni o'rgangan kishilarga nisbatan keyingi hayotimizni ijobiy jihatdan yaxshi ta'sirga uchratadi degan gap. Bugungi darsimiz tugdi. Vaqt chiqarib anglaganinglar uchun rahmat.